Hayotingizda xayrli o'zgarishni shu muborak Ramazon oyining o'zidayoq sezasiz. Ya'ni bu sura Oyatal Kursidir. 313 marotaba o'qilsa, Qur'on xatm sonidir. 170 marotaba o'qigan kishini rizq barakasi mo'l-ko'l bo'ladi. Har qanday murod maqsadiga yetadi. 7 marotaba o'qib uxlagan insonning sehr jodusi yo'qoladi. Eng yaxshi ruqiya bu Oyatal Kursidir. Har doim o'qib yurishga odatlaning.